Mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini aholi orasida keng tatbiq etishga qaratilgan amaliy ishlar olib borilmoqda. Bundan kutilayotgan maqsad jamiyat salomatligini ta'minlashdir. Ayni ushbu maqsadni samarali va keng qamrovda olib borishda joylardagi faoliyat olib borayotgan sport maktablari muhim o'rinni egallaydi. Demak, fikrimizni Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida joylashgan sport maktabi misolida davom ettiramiz. Sport maktabimizda 43 nafar trener ular ish faoliyatini olib bormoqda. Hozirda bizning sport maktabimizda 25 ta seksiya ochilgan bo'lib, 25 seksiyadan O'zbekistonda, Osiyoda va jahon chempionatida sportchilarimiz qatnashib, munosib o'rinlarni egallab kelmoqda. Tumanimizda 49 ta mahalla bor. 49 ta mahallada bizning sport maktab trenerlarimiz har mahallaga biriktirilgan. Ushbu sport maktabi nafaqat Qoraqalpog'iston Respublikasida, balki mamlakatimizning sport sohasi muvaffaqiyatlarida alohida o'rin va ahamiyatga ega. Bugun bu maktab bazasida tarbiyaga bo'lgan ko'plab yoshlar mamlakatimizning bayrog'ini jahon arenalarida baland hilpiratib, yuksak pog'onalarni zabt etib kelishmoqda. Karate sporti To'rtko'l tumanida ommalashgan sport turlaridan biri sanaladi. Bu yoshlarning aksariyat qismi xalqaro musobaqalar ishtirokchilaridir. Osiyo va jahon chempionatlarida qatnashgan bu karatechilarni bugun ko'pchilik yaxshi taniydi. Tajribali murabbiylarning sifatli mashg'ulotlari yoshlarni chempionlarga, haqiqiy iste'dodlarga aylantirmoqda. Keng sharoit va sifatli mashg'ulotlar uyg'unligi ayni to'garakda namoyon bo'lmoqda. Bizning karate mashg'ulotimizda hozirda 100 dan ko'proq sportchilarimiz shug'ullanyapti. Shu paytgacha Qoraqalpog'iston chempionati, Qoraqalpog'iston kubogi, O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi hamda Osiyo chempionati, jahon chempionatlarida yaxshigina natijalarga erishayotgan sportchilarimiz bor. Masalan, o'tgan yil bo'lib o'tgan jahon chempionatida Seyitmuratova Shaydaxon qizimiz yaxshi natijalarga erishdi. Yaqinda Qirg'izistonda Bishkek Open musobaqasi bo'lib o'tdi. Shu musobaqada Amatov Bekzat degan shogirdimiz ham bronza medalni yutishga muvaffaq bo'ldi. Hozirda bizda kichkina kids karate degan kichkina jajji chempionlarimiz ham mavjud. Mashg'ulotlarimiz bog'cha paytidan boshlanyapti. Maktabgacha ular fundament deymiz. Fundamenti bor, tayyor sportchilarimiz chiqyapti. Xudo xohlasa yaqinda Premier Liga, katta musobaqalarimiz bor. Xitoyda bo'ladigan Osiyo chempionati musobaqamiz bor. Shularga yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Umuman olganda To'rtko'l tumanida yakka kurash turlariga bo'lgan yoshlarning qiziqishi yuqori ekanligi ko'zga tashlanadi. Taekwondo koreyscha tae, oyoq, kvon, qo'l, do, yo'l, ya'ni oyoq va qo'llarning harakat yo'li degan ma'noni anglatadi. To'rtko'llik taekvondochilar ham bugun ushbu sport turini puxta egallash, yuksak natijalarga erishish ishtiyoqi bilan mashg'ulotlarni olib borishmoqda. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha chempionatlarda birinchi, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritganmiz. Bundan keyin ham Osiyo chempionatida qatnashib, birinchi o'rinni qo'lga kiritib, bayrog'imizni yuqorilarga ko'tarish bizning maqsadimiz. Prezidentimiz bizlarga shunday sharoit yaratib berib qo'yibdi. Katta rahmat. Xususan taekvondo bo'yicha murabbiy Zamira Allamjarovaning intilishlari, sport faoliyati butun oilasini ushbu sportga tortdi. Shang'irog'imiz bilan hammamiz sportchimiz. Balalarim ham sportchi. Natijalari yaxshi. Osiyo chempionida o'rin olgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarda. O'zimga qaratатын bo'lsam, o'zim ham Osiyo chempionida qatnashganman. Faxrli ikkinchi o'rindaganman. Turmush o'rtog'im ham sport umrlik yo'ldoshim ham sport bilan shug'ullanadi. Olam natijalari yaxshi erishgan. Birinchi o'rinni olgan. O'zbekiston chempionati, Qoraqalpog'iston, Osiyo chempionatida, jahon chempionatida o'rinlarda olgan biz. Sonымен birga balalarim ham sonday yaxshi natijalari. Hozirda balalarda shu yerdan shogirdlarimiz bor, so'larni chiqarib o'tiramiz. To'rtko'l rayonida turamiz. Hozirda o'zim qo'limda 50 sportchim bor. Yaxshi faxrli o'rinlarda olib kelib o'tiramiz. Yaqinda Qoraqalpog'iston chempionatiga borib keldik. Birinchi, ikkinchi o'rinlarda olib keldim. O'zim onun içinde aytib o'tib ketsam, o'zim balalarim ham bor. Ular ham olib keldi. Birinchi, ikkinchi faxrli o'rinlarda. Oldimizda musobaqalar O'zbekiston kubogi bo'ladi. So'g'an qizg'in tayyorgarlik ko'rib o'tiramiz. Maktabning boks to'garaklarida tumandagi ayni sportga qiziquvchi yoshlar mashg'ulotlarini olib borishmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda shug'ullanish, mashq qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shuni alohida qayd qilish kerakki, To'rtko'l tumani boks sportdan o'ziga xos tarixga, faxrlanishga arziydigan natijalarga ega. Hududda yaratilgan tajriba maktabi, ustoz-shogird an'anasi musobaqalardagi ijobiy natijalarda o'z aksini topmoqda. Ko'plab shogirdlarimiz chiqdi. Mana Bahodir Jalolov maktabini berdik. Asilbek Ro'zimboyev shu zalda trenovka qildi. Ustozini Tajib Omar aka boshchiligida bu yerdan ko'p boksyorlar yetishib chiqadi, xudo xolasa. 70 dan ortiq sportchi meni qo'l ostimda mashg'ulotlarni olib boradi. 3 ta trener ish olib boryapmiz.
Qoraqalpog'istonda chempion Qoraqalpog'imiz bor. O'zbekistonda bitta qizimiz bor, sovrindor 3-o'rinni oldi. Respublika turnirida bitta bolamiz Nuraddinov Boburimiz faxrli 1-o'rinni egalladi. Oldimizda xudo xohlasa chempionat O'zbekiston bor. Hozirdan tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib bormoqda. Mamlakatimizda turli yosh toifasida o'tkazilayotgan voleybol bahslarida Qoraqalpog'iston Respublikasining sportchilari muvaffaqiyatli qatnashib kelishmoqda. O'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi bahslarda voleybolchilar doim sovrindorlar safidan o'rin olib kelayotganini ko'pchilik yaxshi biladi. Bu albatta e'tibor, qo'llab-quvvatlov, yaratilgan sharoit, malakali murabbiylar va boshqa bir qator omillarning natijasidir. To'rtko'l tumani sport maktabi voleybol to'garaklari esa Qoraqalpog'iston Respublikasi va mamlakatimiz uchun mahoratli sportchilarni yetishtirib berib kelmoqda. To'rtko'l sport maktabi bazasida mashg'ulotlar olib borayotgan ushbu yoshlardan ham umid katta. Murabbiylarning ta'kidlashicha, yosh voleybolchilar allaqachon ko'plab turnirlar, musobaqalarda qatnashib tajriba orttirgan. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 18-maydagi Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan sportsevar yoshlarning o'zlari xohlagan sport turlari bilan erkin shug'ullanishlari uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan, ushbu biz so'z yuritayotgan maktabda ham sportning yengil atletika, para-arm wrestling va boshqa bir qator turlaridan nogironligi bo'lgan yoshlar shug'ullanishlari uchun imkoniyatlar tashkil qilindi. Murabbiylarning jonbos sa'y-harakatlari bilan hozirgi vaqtda mazkur sport turlaridan ijobiy natijalar qayd qilinmoqda. Aynan paytda To'rtko'l tuman sport maktabining para sportchilarining tayyorgarlik jarayonlaridamiz. Bu yerdagi sportchilarning erishayotgan natijalar, ularning to'g'risi musobaqalardagi ishtiroklari, erishgan natijalari bizni hayron qoldirdi desak ham bo'ladi. Aynan paytda ushbu sportchilarning murabbiysi Nilufar opa Anamrat bilan suhbatlashyapmiz. Har birisini o'ziga yarasha psixologiyasi, xulq-atvori, fe'l-atvori har birisi bilan o'zgacha, o'ziga yarasha muomalada, nimada bo'lish talab etiladi. Ularning ko'ngli juda nozik bo'lishadi. Shunga qarab muomala qilamiz. Ularda bir orzu, maqsadga yetishish uchun kuch-quvvat ko'pda ularda. Sog'lom bolalarga nisbatan ulardagi shijoat juda ham kuchli. Buni men o'zim sezganman. Avval badminton treneri bo'lganman. Shunga bilamanda. Bu nogironligi bo'lgan yoshlar shunday chaqqon, qiziquvchan, talabchan, o'zlari ustoz bo'ldim, endi nima qilay deb turishadi. Talab etishib turishadi-da. Ba'zan to'rt muchamiz sog'lom bo'la turib, ayrim maqsadlarimiz, intilishlarimizni xuddi erisha olmaydigandek, olg'a intilishlarimizni bloklaymiz. Ammo ko'rsatuvimizning qahramonlari chin ma'noda qahramonlardir. Ular garchi imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan shu minimallardan unumli foydalanib o'z xohishlari, intilishlarini yuzaga chiqarmoqda. Men sportga 2024-yil 1-martda kirib kelganman. Bunga sabab ustozim Annamurod va Nilufar opa meni sportga olib kelgan. Va shu yili Toshkent shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston kubogida faxrli 2-o'rinni egallaganman va O'zbekiston terma jamoasi a'zosiga aylanganman. Men arm wrestlingdan qiziqqanman va mashg'ulotlarga kelib turardim. Bunga tayyorlanishlar yaxshi olib borilgan va musobaqalarga qatnashganman. Shundan 2025-yil Toshkent shahri 2-fevral kuni bo'lib o'tgan para-arm wrestling jahon kubogida faxrli 1-o'rinni egallaganman. Men g'olib bo'lishimga ishongandim. 2024-yil sportga kirib keldim. Trenerim Nilufar Annamurod va uyimizga borib men sportga chaqirdi. 2024-yil Nukus shahrida bo'lib o'tgan chempionatda faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Para yengil atletika. 2024-yil 20-aprel kuni para arm wrestling bo'yicha chempionat bo'lib o'tdi va men unda faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdim. 2024-yil 19-may sanasida para arm wrestling bo'yicha Osiyo chempionatida faxrli 3-o'rinni egalladim. 2024-yil aprel oyida para yengil atletika bo'yicha bo'lgan musobaqada faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Endi kelajakda para arm wrestling bo'yicha jahon chempionatiga chiqish maqsadim bor. Shu musobaqaga qatnashib faxrli 1-o'rinni egallash niyatim bor.
nafis sport turi hisoblanadigan badiiy gimnastika hududga kirib kelganiga, ommalashganiga ancha bo'ldi. Yaxshi bilamizki, mazkur sport turi qomatning to'g'ri shakllanishida, umuman olganda esa inson salomatligida muhim o'rinni egallaydi. Shu sababdan ham bugun tumanda ko'plab ota-onalar qizlarini ushbu sport to'garaklariga olib kelishmoqda. To'garakning malakali murabbiylari esa o'z shogirdlari bilan ulkan marralar ishtiyoqida mashqlar olib borishmoqda. Badiiy gimnastika to'garagida 50 ta qizdan ziyod mashg'ulotga qatnashadilar. Shulardan 12 tasi Qoraqalpog'iston chempionatiga qatnashib, chempionatda o'rinlar, faxrli o'rinlar egallagan. Yaqinda Toshkentda ham xalqaro turnirda faxrli o'rinlar egallab kelindi. Qizlarimiz hozir 3 yoshdan 4 yoshdan kelib boshlasa, shu badiiy gimnastika chempionatlarga chiqib, shu faxrli o'rinlar egallab biladi yoshlikdan qatnashib bilsalar. 14 yoshdan kelsalar, u juda qiynalishadi. Baribir suyaklari qotib, mashg'ulotlarimiz, maxsus mashqlarimiz ishlanmay qiynalishadilar. Tumanda jamoaviy sport turlari ham ancha ommalashgan. Millionlar o'yini sanalgan futbol turidan mashg'ulotlar olib borayotgan yoshlar allaqachon o'z tengdoshlari orasida g'oliblik, chempionlik maqomiga erishib olgan umidli yoshlardir. Ayniqsa, ilgari ko'pchilik yoshlar havas qiladigan zamonaviy imkoniyatlar, sun'iy qoplama maydonlar yoshlarning orzularini ro'yobga chiqarmoqda. Ko'rib turganingiz ushbu 30 ga 50 o'lchamdagi futbol maydonchasi 2024-yilda Open Budget loyihasi asosida To'rtko'l tumani yoshlariga sovg'a qilingan. Bu yerdagi sharoitlar ko'rib turganingiz juda ham ajoyib. Bir vaqtlarda loy chang kechib o'ynagan bolalar ayni paytlarda mana shu chim ustida futbol o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Biz so'z yuritayotgan To'rtko'l tumanidagi sport maktabi Qoraqalpog'iston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasida muhim o'rin va salohiyatga ega. Ayrim sport turlaridan hatto tajriba maktabi yaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ishonamizki, ushbu yoshlar vaqti kelib davlatimizning bayrog'ini dunyo bo'ylab hilpiratadigan, yurtimizning sha'nini jahon arenalarida himoya qiladigan sportchilarga, chempionlarga aylanishadi.